Al-Buxoriy yoshligidayoq otasidan yetim qolib, ustiga ustak ko'z nuridan ham batamom ajralgan bu bola qanday ilohiy mo'jiza sabab yana yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edi. Milodiy 810-yil 20-iyul Buxoroy sharifning taniqli ulamolari xonadonida kelajakda butun islom olamini larzaga soladigan bir chaqaloq dunyoga keladi. Uning to'liq ismi Muhammad ibn Ismoil edi. Bolakayning ko'zlari qattiq jarohatlanib, ko'rish qobiliyatidan butunlay ajraladi. Tarixiy manbalarga ko'ra, qanchalik urinishmasin, tabiblar uni davolay olishmaydi. Lekin bolaning Fatima ismli o'ta taqvodor, diyonatli va pokiza onasi bor edi. Bu mushfiqa ona el ko'zdan chetda, kecha-yu kunduz Allohga iltijo qilib, tinmasdan ko'z yosh to'kib duo qiladi. Va kunlardan bir tun u tushida Ibrohim alayhissalomni ko'radi. Ibrohim alayhissalom onaga qarab, "Ey volida, sening duolaring ko'pligidan Alloh taolo o'g'lingga to'liq ko'rish qobiliyatini qaytardi" deb xitob qiladilar. Mashhur olim Abu Ali al-G'assoniyning yozishicha, ona ertalab uyg'onib qarasa-yu mo'jiza yuz bergandi. O'g'li Muhammadning ko'z nuri to'liq qaytib, yana yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edi. Alloh taolo mo'jiza bilan qaytarib bergan ana shu o'tkir ko'zlar 100 minglab hadislarni o'qib yod ola boshlaydi va keyinchalik kechalari oy yorug'ida bexato kitob yozadigan daho Imom Al-Buxoriyga aylanadi. Bu uning hayotidagi birinchi mo'jiza edi xolos. Imom Buxoriy atigi 11 yoshga to'lganda yoshi ulug' ustozi Ad-Dohiliyning darsida qatnashib, uning xatosini topgani rostmidi? Al-Buxoriy 15 mingta hadisni 16 kun davomida yozmasdan qanday qilib yod olgan edi? Basra shahrining jome masjidi, dars halqasi. Barcha tolibi ilmlar ustoz og'zidan chiqqan so'zlarni qog'ozga tushirish bilan band. Ammo yosh Buxoriy darslarda mutlaqo qog'oz qalamsiz, xotirjam quloq solib o'tirar edi. Bir emas, ikki emas, naqd 16 kun shu holat takrorlandi. Sheriklari hayron bo'lib unga maslahat berishadi. Biz bilan muntazam darsga qatnashasiz-u, lekin hanuzgacha qalam tutganingizni ko'rmadik-a? Nega vaqtingizni bekor o'tkazyapsiz? Shu paytgacha kamtarlik qilib kelgan Buxoriyning shijoati jo'sh urdi. Sizlarga indamay ketishim nomardlik bo'lmasin. Qani, shu 16 kunda yozgan daftarlaringizni beringlar-chi, dedilar u zot. Talabalar qalin daftarlarni o'rtaga qo'ydilar. Ular jami 15 mingta hadis yozishgan edi. Bitta ham qog'ozi yo'q yigit daftarlarga biror marta qaramasdan, bamisoli buloq suvdek o'sha 15 mingta matnni roviylari bilan bittalab yoddan aytib bera boshladi. Eng hayratlanarlisi, u zot shunchaki yoddan aytib bermadi. U kishi shu qadar bexato so'zladiki, o'z qog'ozlari bilan maqtanib chiqqan sheriklari daftarlarida yo'l qo'ygan ko'plab xatolarni aynan u zotning xotirasiga qarab o'zlari tuzatib olishga majbur bo'ldilar. Mashhur muhaddis Xoshid ibn Ismoil iqror bo'ladilar. Shu voqeadan keyin xotira va zehn bobida undan hech kim o'ta olmasligiga yana bir karra ishonch hosil qildik. Al-Buxoriy, sen jim tur deb jerkib tashlangan bu 11 yashar daho qanday qilib o'sha ustoziga o'z xatosini o'chirtirib, kitobini boshqatdan yozdirishga majbur qilgan edi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Buxoroning bosh muhaddisi Ad-Dohiliy minglab toliblarga hadis ilmidan dars o'tayotgan edi. U roviylar zanjirida adashib, Sufyon Abu Zubayrdan, u Ibrohimdan deb xato o'qiydi. Shu payt jamoat ichidan ingichka bir bolakayning ovozi yangraydi. Ustoz, Abu Zubayr hech qachon Ibrohimdan rivoyat qilmagan. Hamma hayratda. Ulug' ustozning qattiq jahli chiqib, yosh bolakayni xalq oldida jerkib tashlaydi. Ammo u 11 yoshli Imom Buxoriy edi. Bola zarracha qo'rqmasdan mutlaqo xotirjam turib, "Ustoz, agar gapimga ishonmasangiz, ichkariga kiring-da, asl nusxaga qarang", deydi. Ustoz hayrat ichida hujrasiga kirib, o'zining qadimiy kitobini tekshiradi va dahshatga tushadi. Bola haq edi. U yugurib tashqariga chiqib, butun jamoat oldida boladan yordam so'rashga majbur bo'ladi. "Ey bola, bu yog'i endi qanday bo'ladi?
Al-Buxoriy o'ylamasdan Zubayr ibn Adi Ibrohimdan deb tarixiy xatoni bittada to'g'rilab beradi. Ustoz qalam olib o'z xatosini o'chiradi va bu daho bolaga qarab sen haqsan deb tan berishga majbur bo'ladi. Ustozining xatosini to'g'rilash bu hali holva. Imom Buxoriy arab diyoriga mashhur bir olimdan hadis eshitish uchun oylab yo'l bosib borib, nega undan bitta ham so'z so'ramay, indamasdan ortga qaytib kelganini bilasizmi? Bunga birgina otni aldash sabab bo'lganini eshitsangiz, hayron qolishingiz aniq. Bu sirni birinchilardan bo'lib eshitish uchun hoziroq obuna bo'ling. Al-Buxoriy bitta hadisni eshitish uchun oylab mashaqqatli safar qilgan daho bobomiz nega manzilga yetgach u olimdan bitta ham so'z so'ramay ortga qaytib ketgan edilar? Tarixiy manbalarda rivoyat qilinishicha, Imom Buxoriy o'zlariga notanish bo'lgan bir hadisni eshitib qoladilar. Bu hadisning roviylar zanjirini va ishonchliligini tekshirish uchun u zot uzoq masofani bosib, o'sha roviyning uyiga qarab safarga chiqadilar. Oylab yo'l yurib, nihoyat o'sha olimning manziliga yetib keladilar. Buxoriy uning dala hovlisiga yaqinlashganda, e'tiborni tortadigan g'alati bir manzaraga ko'zlari tushadi. Haligi olim qochib ketgan otini ushlab olish uchun go'yo unga yemish berayotgandek kiyimining etagini ko'tarib otni aldayotgan va o'ziga chaqirayotgan edi. Buni ko'rgan Imom Buxoriy to'xtaydilar. Rostgo'ylik va halollikni hamma narsadan ustun qo'ygan bu ulug' zot shunday xulosa qiladilar: hayvoniga yolg'on gapirgan odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarida ham yolg'on gapirishidan qo'rqaman. Va shuncha oylik mashaqqatli yo'lga qaramay, u olimdan bitta ham hadis eshitmasdan barchamizga ulug' o'rnak bo'lib ortlariga burilib ketadilar. Hadis ilmi bizgacha ana shunday pokiza va halol insonlar orqali yetib kelgan. Ammo bitta ot sababli yuz o'girib ketish bu u zotning hayotidagi eng katta sinov emas edi. Imom Buxoriy Bag'dodga kelganida 10 ta eng kuchli olim uni yiqitish uchun 100 ta hadisni ataylab chalkashtirib aytganda, daho bobomiz nima qilganini bilasizmi? Inson aqli bovar qilmas mo'jiza yuz bergan o'sha tarixiy imtihon qanday yakun topgan edi? Tariximizning bu sirli sahifasini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Al-Buxoriy ajamdan kelgan bu odam bizga dars beradimi deb Bag'dod olimlari uni 8000 kishi oldida sharmanda qilish uchun 100 ta yolg'on hadisdan tuzoq tayyorlashdi. U esa har bir savolga shunchaki bilmayman dedi. Raqiblari hali o'z tillarini tishlab qolishlarini bilishmas edi. Tarixiy manbalarga ko'ra bu mudhish fitna Bag'dodda boshlangan. Hasad o'tida yongan Abu Harros ismli olim boshchiligida 10 ta muhaddisga 10 tadan hadis bo'lib berishdi. Ular hadislarning matni va roviylarini ataylab chalkashtirib, daho bobomizni yiqitish uchun 100 ta qalbaki savol yasashdi. Imtihon kuni 8000 jamoat yig'ilgan ulkan masjid. 10 ta olim ketma-ket chiqib 100 ta chalkash savolni yog'diradi. Ammo Imom Buxoriy pinagini ham buzmay, sovuqqonlik bilan faqatgina bilmayman deb javob beraveradilar. Buni ko'rgan nodonlar Buxoriy ojiz qoldi deb masxara qila boshlashadi. Ammo ular chinakam daho qanday bo'lishini hali anglashmagan edi. U zot har bir hadisning aslini ham, qalbakisini ham allaqachon bilar edilar. Raqiblar tuzoq qurganlari o'zlari tushib qolishdi. Imom Buxoriy o'rnidan turib 100 ta qalbaki hadisni o'ziga qaytarib, so'ng aslini nuqta verguligacha bittalab tuzatib berdilar. 8000 kishi ko'z o'ngida bu mislsiz xotiradan lol qolgan mag'rur raqiblar o'z tillarini tishlab qolishga majbur bo'lishdi. Ammo butun Bag'dodni taslim qilgan bobomizning eng dahshatli sinovi hali oldinda edi. Kimsasiz dengiz o'rtasida kemada tuhmatga uchragan Imom Buxoriy nega o'zining 1000 dinorlik boyligini o'z qo'llari bilan dengiz qa'riga uloqtirganini eshitganmisiz o'zi?
Bu sirli voqeani o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Al-Buxoriy qo'lini ochdi-yu 1000 dinor dengizga ketdi. Hech kim tushunmadi, toki u bir og'iz so'z aytmaguncha. Kimsasiz dengiz o'rtasidagi kema, safar davomida xurosonlik bir firibgar tinimsiz xushomad qilib Daho bobomizning ishonchiga kiradi va qandaydir yo'l bilan u zotning yonida naq 1000 dinor oltini borligini bilib oladi. Tong otayotganda kema sahnida kutilmagan g'ala-g'ovur ko'tarildi. Haligi xushomadgo'y yoqasini yirtib faryod qilardi. Dod musulmonlar, uyim kuydi, 1000 dinor pulimni o'g'irlashdi, yordam beringlar! Kema darg'asi barcha yo'lovchilarni devorga taqab, bittalab tintuv qilishni buyurdi. Hech kim qutula olmasdi. Navbat Imom Buxoriyga yaqinlashib kelardi. Tuhmatning mudhish tus olganini ko'rgan Daho bobomiz yonidagi 1000 dinorga to'la hamyonni oldilar-da, indamasdan qop-qora dengiz qa'riga uloqtirib yubordilar. Tintuvda hech narsa topilmadi. Hammaga asossiz tuhmat qilgan firibgarning esa qattiq ta'zirini berishdi. Kema qirg'oqqa yetgach, haligi xurosonlik firibgar kelib so'radi. Pullarni nima qildingiz? Dengizga tashladim, dedi Buxoriy. Shuncha pulni-ya? Hayratdan yoqasini ushladi firibgar. Shunda Imom Buxoriy javob berdilar. Ey johil banda, butun hayotimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarini to'plagan, hamisha halol yashagan bo'lsam, nechuk izzat nafsimni bir o'g'rining tuhmatiga qurbon qilarkanman. Butun umrim davomida yiqqan ishonch va adolat durini qandaydir dinorlar evaziga sotarkanman. Boylik o'tib ketadi, ammo ishonch va adolat abadiydir. Ammo Daho bobomizning taqvosi shunchalik kuchli ediki, daryo bo'yida kamon otib mashq qilayotganda tasodifan bir ko'prikning ustunini sindirib qo'yadi. Birovning haqqidan dahshatga tushib, ko'prik egasidan uzr so'raganda nima bo'lganini bilasizmi? Asl haqiqatlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.